Bu yoqlarimiz polni gibki kamin bo'lgan. Bu yoqlarimiz esa termopanel bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Qamiz a'zolari mana Angor tumanidagi ishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oq aboyda ishlangan. Faqat oq aboy, qora aboyda o'zida tuslangan. Bu kafellarimiz emas, bu gibki kamin xizmatlari. Gibki kaminning o'zi. Astidagi sokol qismi ham. Ko'cha tomonga ham o'zlaringiz bir baho berasizlar. O'zgacha fason, o'zgacha stil da ishlangan kafellar ham juda bejirim holatda. Mana bu yon qismlari burchaklarga alohida e'tibor beringizlar, burchaklarga ham. Sokol kafel holatda. Juda ajoyib va bejirim. Alloh nasib qilsa mana aka obyektlarimiz bitti. Xudo xolasa. Alloh nasib qilsa obyektimizni topshirdik. Bu orqa yonboshi. Bu orqa tomoni mana. Olaman. Assalomu alaykum. Gibkamin ishbozlari. Xudo xolasa o'qchilarga obyektimiz bitta. Laklash jarayoni bo'lyapti. Laklash jarayonini ko'rsatamiz.
Fasad qismimiz daraxtlar borligi uchun qiyin bo'lyapti olish. Allah nasip etse buna bittik obyektimizde. Obyekt bitti. Obyektimiz bitti. Komentarımızda çırağı kılıp basıp aldık bunu. Şu oshxonani eshigini 1 minutga yopib turing. Nomna kuxna. Kuxnani da bitirib soldik Allah nasip etse. Chekes korичневый svetdan tumba bo'lib chiqib ketdi. O'rtasi apelsin svet bilan kirpich bo'lib urildi. Assalomu alaykum Sulton Fasad obunachilari. Mana hozirgi uyimiz Vadil yo'ldagi qishlog'imiz, uyimiz. Bunimiz gipki kamen bo'lgan, bularimizni 1 kvadratini 90 ming so'mdan qilib berganmiz. Murojaat qilaverasizlar, murojaat uchun telefon raqamlar pastda bo'ladi. Mana shu yerda gipki kamenni yopishtiryapmiz. O'zimning shaxsiy zakazim bu. Ko'chasi ham bor. Assalomu alaykum Sulton Fasad obunachilari. Mana Chortoqdagi uyimiz ham bitmoqda. Tashda hovlini ichi bo'ldi. Va ustakalarimiz ham laklash jarayonida. Laki berib qo'yilsa bo'ldi. Donar aka qalay bo'lyapti? Yaxshi, Xudoga shukr, oyapti. Qolgan joyda. Uyimiz ham juda chiroyli bo'lib bityapti ekan aka. Bunimiz terma gipki kamen bo'lyapti. Labay devorizga bo'laveradi. Devorni holatini ham bir videoga montaj qilganini qo'yib ketamiz. Bu narsalarni ham devorimiz juda qiyshiq holatda edi, eski devor edi. Labay devorimizga bo'laveradi. Devor tanlanmaydi, bu terma gipki kamenlarimiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlar mana shu pastga yozib ketiladi. Chortoqdagi uyimizda vaz kelaman, boshqa talab. Qarorchi dadam aytganga bos o'g'lim, onasini sor keyinda tog'dek qalqonda otang bor. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz dada. Yolg'izim dada. Qarorchi dadam aytganga bos o'g'lim, onasini sor keyinda tog'dek qalqonda otang bor.
valiga aytib olaymi? Ikkita vali bormi? 3 kerak.